Mana ayolimiz bizaga keldilar. 3-bolachalari, birinchi bolachalari nobud bo'lgan ekan. 28-29 haftaligida qon ketib, yo'ldosh ko'chishi bilan ikkinchi bolachalari yaxshi, qiz bolacha, 3-kesirvam, Gulnospa, qo'rqyapman, deyaptilar. Jinsi kim bo'lishini xohlaysiz desam, aytyaptilar, eri ham, o'zlari ham o'g'il xohlayotgan ekanlar. Shunaqami? Shunaqa, rosa chiroyli qiz. Allohim har bittalaringni nima xohlagan bo'lsanglar, o'shani mukammalidan, mustahkamidan qilib bersin. Hozir bularga bolajonlarni jinsi o'g'il bolacha ekan. Qiz deb o'yladim. Qiz deb o'yladingiz? Jinsi 100% o'g'il bolacha. Mana bulbulchalari bor. Mana bulbulchalar, mana avtomat bo'lib ko'rdinglar. Mana ko'ryapsizlar. O'g'il bolacha har bitta ayolni Allohim qanday xohlagan bo'lsa, shunday ne'matlar bilan silasinlar. Keptalar. Yaxshi, ana ko'rdingiz, so'raganda yerda qoldirmaydi, mukammal, mustahkam qilib so'ranglar. Mana qanaqa chiroyli, simpatichniy o'g'il bolacha.